Naratga kelayotganlar diqqat qilsizlar. Ko'rdinglarmi? Mushu terakning ostidan lab yiqib chiqadigan ma buloqni. Qiziq tuqqanlar bor ekansizlar. Men sizlarga bir Aidisning oldini, sarisini keyinini oldi dedim. Ko'rdinglarmi? Uchratmaydi. Men oldingi kuni mush buloqning suyini chiqarib qo'ydim. Mana yon tarafda daryolar bor. Tuqqanlar, mana bir do'ying bir narsani so'zlab chiqqili bo'lsin. Endi men yetib peshini ko'tara olmay qolgan odamni ishson degan yerimda ma su haqiqatan bek tatliq. Boshqa maqsad yo'q. Bir ishga ish beqiyib, anandan keyin balki uyinib qilishinglar mumkin. Oldingi kun kelgandan keyin men bu suvni ichib hozir mineral suvga yaqin kelmayapman. Tushunamsizlarmi Ayshatni? Mumkin bo'lsa, qandaqdir men buningga bir saqaymaydigan kasalni saqaytib atadi. Xiliyadan bir qutqizolmagan kasallar bo'lib qutqizadi demagandimi? Va gapni qalayimxon uyam qopamay, faqatlan bu suvni safliq darajasida yuqori ko'rdim. Mana tetede bir xil tatlıqga rahat bilindi. Yani qanmay ishkim kelyapti. Shunaq bo'lgandan keyin tuqqanlar, men savodishimning telefon nomerini avatib berma. Müşahede lazım bo'lganlar o'zinglar foydalanib olsanglar bo'ldi. 152 76 35 22 92 mush numarını fakat ündarib qo'shinglar telefon urmanglar tuqqanlar. Yani meni yoqtirib kelayotgan do'stlarga 10 yillik choy ishlab chiqarish texnikasi asosan ishlab chiqqan Shaxtil markasidagi Qizilgul, Yasmin, Yalpuz ta'midagi sovutilgan choylarni tavsiya qilaman. Vakolatchi bo'lganlar 186 999 20 918 ile aloqalashsanglar bo'ldi. Naratga kelayotgan do'stlarning foydalanishi uchun ost tarafga adresini chiqarib qo'ydim. Ma'qul, barliq qo'llayotgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Tininglar salomat bo'lsin. Eng muhimi Naratga sayohatinglarning ko'ngilli bo'lishini umid qilamiz.